Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, bizni Sergeli Yangi Hayot tumani, Yangi Darxon 3 ta turimiz. Xo'p, bizada bu yerdan 1-etajdan 15-etajgacha 3 xonali uylarimiz sotuvga chiqyapti. Hammasini kvadraturasi katta, kvadratiga nisbatan narxi juda ham arzon narxda kvartiralarimiz xudo xohlasa sotuvda. Hozir kvartirani ko'rsatib o'taman, planirovka ko'rsataman. Shu yerdan sizlarga 1-etajdan 15-etajgacha kvartira qilib beraman arzon narxlarda. Xudo xolasa telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Parkovka uchun joylari bor, maktab, bog'cha, hech narsadan muammo yo'q. Metro 2-3-metro bekatgacha peshkom 15 minutlik masofa. Xo'p, podyezdlardan boshlab ko'ramiz, kvartirani shunday ichini ko'rib o'tamiz. Qaranglar. Xo'p, liboy etajga chiqish uchun ikkita liftimiz bor. 15-etajga chiqish ham umuman muammo bo'lmaydi. Planirovkani ko'rib o'tinglar, kvartirani ko'rib o'tinglar, narx-navo ma'qul kelsa, shunday telefon qilib barakasini qilinglar. Xo'sh, kvartiramizga ham kirib oldik. Ushbu kvartiramiz, xo'p, bizda necha kvadrat edi bu kvartiramiz? Bu kvartiramiz umumiy kvadrati 84 kvadratli bo'ladi. 84 kvadratli. Xo'p, kladovkali variantimiz bu. Qaranglar, kvartirani koridorga bitta ahamiyat beringlar. Har bir xonasiga kirish, sanuzelga kirish alohida. Birinchi kladovkadan boshlab ko'ramiz kvartirani. Bu yog'imiz kvartiramizning kichkina kladovka qismi. Xo'p, bu yerga bu narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Ortiqcha narsalarni qo'ysa ham juda chiroyli bo'ladi. Xohlasa detskiy qo'ysa ham bo'ladi. Bo'ladi. Detskiy qo'ysa bo'ladi. Xo'p, birinchi xonani ko'ramiz. Xo'p, buni по-моему, spalni o'rnida foydalansa bo'ladi bu yerda. Kattalar yotoqxonasi bo'ladi bu yerimiz. Spalni qismi, xo'p, radiatorlar bor. Qaranglar, novostroyka bitib topshirilgandan beri bu uylarimizda hech kim yashamagan. To'g'ridan-to'g'ri siz kirib, siz yashaysiz. Nomingizga pryamoy kadastr qilib, notarius qilib chiqazib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yog'imiz ikkinchi xonamiz. Xo'p, zali bu. Razmeri shunda 5 ga 3. 5 ga 3 la chiqadi-da. 5 ga 3 radiator, akfa romli shunaqa yana bitta xonasi. Xo'p, keyingi xonamiz yana bitta spalni qismi. Xo'p, skvoznoy variant bo'ladi. Ikkita xona nariyoqqa, ikkita xona bu yoqqa qaragan bo'ladi. Skvoznoy variantlar o'zi sotuvda juda ham qimmat turadi, to'g'risi. Bu yerda narx-navosini qiziqib yurganlar biladi. Xo'p, bu yog'imizda kuxnya qismi. Kuxnyada o'zini balkoni bor, двухконтурный kotyol, gazlari berib ketilgan. Shunda kuxnyning mebel, kvartirani o'zingiz mebel texnika qilib olsangiz bo'ladi. Balkonni ham bitta ko'rib o'taylik. Balkondan tashqi atmosfera. Xo'p, hozirgi bu ko'rsatayotgan kvartiramiz 15-etajda joylashgan. 15-etaj, 13-etaj, 12-etaj, hamma etajdan shunaqa planirovkada. Xuddi shunaqa, sanuzellar, bitaliklar ham bor. Agar narxi arzonroq olayman desa, bunaqa planlarimiz ham bor. Har xil planda bor. 3 xona, masalan, bu 83 kvadrat bo'lsa, bu 84 kvadrat. 84 kvadrat. Necha kvadratdan necha kvadratga? 76 kvadratdan 84 kvadratgacha iborat kvartiramiz. 1-etajdan to 15-etajgacha. Narxlarni ham juda arzon qilib qo'yganmiz. Bu kvartiramizning narxini 63 ming qilib belgiladik. Bunimiz 63 ming dollar. 15-etajimiz. Sal savdosi qilinadi, ozgina sunnatga o'tiradigan joyi bor. Da. 1-etajimizgacha qancha narx? Tak, 1-etajimizgacha 70 ming. 70 ming, 70 ming 80 kvadrat atrofida. 70 mingga 1-etajdan shunaqa kvadratda. Endi har xil plani bor, lekin planiga qarab ham narxi 70 dan ham sal teparoq narxdagilar ham bor, bu bo'lishi mumkin. Da. Hozir bizda bunda 13 ta kvartiramiz bor, har bitta etajimizda. Shunaqa kvartira hozir bu yerda ko'p, lekin hammasi naqd pulga sotiladi lekin. Naqdga, ipoteka yo'q, naqdga. Xo'p, sanuzel bo'ladi, qaranglar, razdelka. Bu yog'imizda hojatxona, polniy kapeldan chiqqan. Xo'p, bu yog'imizda vanna qismi. Hamma sharoitlari qilib qo'yilgan, shunday xarid qilib olasizlar. Kvartirani bitta yuvib, artib, gilamlarni to'shab, mebel texnikalaringizni olib kelib, oilangiz bilan mazza qilib yashashingiz mumkin. Qaranglar, Sergeli bo'yicha, mana bu Yangi Darxon bo'yicha bizadaqa variant beradigan odam yo'q. Seli bitta domdan 1-etajdan 15-etajgacha har xil kvartiralarni sizga beryapmiz. Juda ham arzon narxda. Shunda firmani o'zidan pryamoy qilib o'zimizga olganmiz, sizga o'tkazib beramiz. Hammasi o'zimizning nomimizda, chiroyli qilib nomingizga переоформление qilib notarius qilib beramiz. Dokumentda muammo yo'q. Xo'p, bu kvartiralarning krediti ham yo'q. Shundoq naqd pulga savdosini qilib
sразу notariusga borib, nomingizga o'tkazib olib, bemalol kirib yashaysiz. Aytib o'tdik, 15-etajdan 1-etajgacha 63 ming dollardan do 70-75 ming dollargacha chiqishi ham mumkin bo'lgan kvartiralarimiz bor etajiga qarab. Agarda sizga etaj qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilib, qiziqib, kelib ko'rib, ustida savdosini qilib, barakasini qilsangiz bo'ladi. Video pastdagi 6414 telefon raqamlariga aloqaga chiqing, xudo xolasa sizga chiroyli qilib bitta uyimizni qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar, like-dan bosib qo'yinglar, shunaqa kvartira qidirib yurgan tanishlarga ushbu videoni tashlab qo'yinglar.